Qandaq mehmonlarga u, tanıdыңmı? Ha. O mehmanni ko'midingiz. Bu dunyoga kelmidingiz. Shundaq chiroyli, aqlli, hammadan to'rda o'ltirdi. Hey. Bizgili kuyovli bo'ladigan yigitgan u. Uning so'zlarini anladыңmı? Tövbege sana layık tepipti. Sen bolsan erteden keşkiçe bişim ağrıydı dep yatsın. Menden kalgan hizmetinle bana ertepiş idi. Ay sınır. Sen de bilmeysen de o jigitni bir kösangdi, tartıplı kalattın. Sen turmak, mening mumuş işimde onun tekip kip ketdi. Tezroq berib onunga tegib ol. Kaşki onunga tegelisan. Biroq men uning elib etgan tirnig'imni yaramayman. Ammo sen uning bilan tanglashding. Tang bilan tezak qipi bilan da. Tovda Tövbeke. Halbuki Toshkent tarixida ko'rilmagan Azizbek o'xshash vahshini faqat shu musulmon qo'l otdi. Mubada o'z g'arzi uchun istibdodlik bilan art ustiga hukmron bo'g'chilar yo'qitilmasa, bizga nijotlik yo'q. Boş bo'ldi. Nimachi qo'rqib ketding? Dasturxonni qiqishtirish uchun men edim. Bir odamning mehmonxona qarab turganini ko'rib qoldim. Oyay. Kimkan u? Qorong'uda to'zi farq etamadim. Tarzimcha qorong'utga o'xshatdim. Shumi emasmi? Ammo aniq kesib aytolmayman. Chiroyli, aqlli yigit deb Tövbeke maqtabli ketib edi. O kimdi? Toshkentlik yaqin og'inam Yusufbek hojining o'g'li mehmon shu edi. Ha, Tövbekening maqtag'chiligi bor-kanda, qanday? Bor. Xudo odamga o'g'il bersa, shundoqini bersa ekan. Rangiroyi, aql parasti shundoq bo'lsa. Ilohim aytganlardek bo'g'ay. Ben hammamga bormoqchi edim. Boshqa ish yo'qdi. Mening ishim yo'q. Beravering. Hacı aka. Agar biz
Atabekni bu yerda o'ylab qo'ysak, hoji bizdan xafa bo'lmasmi? Hacibek Hacı onca akılsız kişilerden emez. Bununla xafa olmaz. Ama ben kutudarının makıl buluş, olmaslıgını oylayıp demen. Deginingіздek, bu meselenin nazik tarafi. Kızını bir musafirga bermeymen dep qala mı? Bilmeyme. Menimce kutudarının aldıdan bir kıtım öteydi. Navadı makıl göse daskan epiraylı. Olmasa ahvalını Atabek'e desek şunun bilen köngül soyup kalsa acip emez. Ondaqda qutudarnikiga qachon basaq deysiz? İhtiyar sizde. Amisi bugünlü baraylı. Hem de sizge mübarek boğay. Bu nemi degininiz emdi? Bunun nemeligini sormam. Diğerlerimge işinin. Ben bugün kutudarının kızını sizge epiriş niyetiga kelip Ziya Şahiç bilen berip makul cevap et geldim. Yana kutudarının kızını sizge berişke makul keltirdim. Bu nima ish? To'y tayyorligi. Erga kim tegadi? Kumush bibi. Kumush bebi o yigitni yoqtiramdi yo'qmi? Uning fikrini ilish kerakmi yo'qmi? Uning fikrini elishim kerak emas, uqtirishim kerak emas. Nimishqa? Chunki odat shundoq. Voy, menim agi bergan chaqda toz yig'lig'anman. Ammo to'y kunimning tezroq kelishini kutib halim qamaga. Qamchiligim qolmadi. Oldi ko'p so'zlama. Hay, o yigitni bir ko'rsangding, bir ko'rsangding. Voy. Oldi so'zlama. Nim bo'ldi? Nimish bo'ldi? Kumush bebini izzat tatqizibsan. Jimshirsan bo'lmamdi. Mam, ber ishingni qil.